Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim mavzuni gaplashaman. 2026 yilga borib pensiya tizimida kutilayotgan va allaqachon tayyorgarlik ko'rishni talab qilayotgan o'zgarishlar. Bu masala faqat bugun pensiya olayotgan otaxonaxonlarga emas, balki 45 yoshdan oshgan ishlayotganlarga, yaqin 5-10 yil ichida pensiyaga chiqadiganlarga, rasmiy ishlamay yurganlarga. Hatto farzandlari ota-onasining pensiya hujjatlarini tayyorlayotgan oilalarga ham tegishli. Agar siz mening stajim yetarlimi, eski mehnat daftarchamdagi yozuvlar tan olinadimi? Ish haqi ma'lumotnomasi topilmasa nima bo'ladi? Pensiya yoshi oshadimi? 2026 yildan keyin pensiyam kamayib qolmaydimi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu video siz uchun juda zarur. Hozir obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosing, chunki men bugun oddiy tilda, ortiqcha qo'rqitmasdan, lekin masalaning og'ir joylarini yashirmasdan tushuntirib beraman. Avval pensiya masalasida ko'pchilik bitta narsaga tayanardi. Mehnat daftarchasi bor, ish joyida muhr bosilgan, demak staj bor. Odamlar yillar davomida zavodda, maktabda, kasalxonada, kolxozda, qurilishda ishlagan, keyin pensiya yoshiga yetganda hujjatlarni topshirgan. Agar arxivdan ma'lumotnoma chiqsa, ish haqi tasdiqlansa, staj hisobga olingan. Lekin hozir vaziyat o'zgaryapti. Davlat tizimlari bosqichma-bosqich elektronlashyapti. Pensiya tayinlashda faqat qog'ozdagi yozuvga emas, elektron bazadagi ma'lumotga, rasmiy ish haqi, soliq va ijtimoiy to'lovlar iziga. Korxona arxividagi tasdiqqa qaraladigan davr kuchaymoqda. 2026 yil atrofida asosiy og'riqli masala shuki, kimning staji va daromadi hujjat bilan aniq tasdiqlangan bo'lsa, u kamroq qiynaladi. Kim og'zaki ishlaganman. Xo'jayin pulni qo'lga bergan, firma yopilib ketgan, mehnat daftarcham yo'qolgan degan holatda bo'lsa, aynan o'sha odamlar ko'proq xavotir olish kerak. Men buni vahima qilish uchun aytmayapman. Aksincha, odamlar hozirdan tayyorlansa, keyin eshikma-eshik yugurmaydi. Pensiya tizimidagi islohotlarning maqsadi odatda 3 ta narsaga borib taqaladi. Hisob-kitobni adolatli qilish, soxta staj va soxta ma'lumotnomalarni kamaytirish, byudjetdan chiqayotgan mablag'ni aniq manzilga yetkazish. Lekin bu jarayonda oddiy odam, ayniqsa yoshi katta inson, hujjatdagi kichik xato sabab qiynalib qolishi mumkin. Ilgari pensiyaga chiqayotgan fuqaro tuman yoki shahar pensiya bo'limiga borar. Mehnat daftarchasi, pasport, ish haqi ma'lumotnomasi, harbiy xizmat yoki bola parvarishi kabi davrlarni tasdiqlovchi hujjatlarni topshirar edi. Mutaxassislar hujjatlarni ko'rib, stajni hisoblab, ish haqidan kelib chiqib pensiya miqdorini aniqlardi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. GSHR, pasport ma'lumotlari, soliq organlaridagi rasmiy daromadlar, korxonaning faoliyati, ishga qabul qilingan va bo'shatilgan davrlar, ayrim hollarda elektron mehnat daftarchasi ma'lumotlari o'zaro solishtiriladi. Demak, mehnat daftarchasida 1998 yildan 2005 yilgacha ishlagan deb yozilgan bo'lsa-yu, korxona arxivida bu tasdiqlanmasa yoki ish haqi ma'lumoti topilmasa, savol tug'iladi. Eng katta o'zgarishlardan biri shuki, staj bor degan gapning o'zi yetarli bo'lmay qolmoqda. Stajning qaysi turi, qaysi davr, qaysi tashkilotda, qanday lavozimda, qaysi hujjat bilan tasdiqlangani muhim. Ayrim davrlar to'liq stajga kiradi. Ayrim davrlar alohida shart bilan hisoblanadi. Ayrimlari esa hujjat bo'lmasa umuman hisoblanmay qolishi mumkin. Birinchi navbatda yaqin 1-5 yil ichida pensiyaga chiqadiganlar hujjatlarini tekshirtirib qo'yishi kerak. Masalan, erkak kishi 8 yoshda, ayol kishi 3 yoshda bo'lsa, hali 2 yil bor deb yurmasin. 2 yil hujjat yig'ish uchun juda qisqa muddat bo'lib qolishi mumkin. Ayniqsa eski korxonalar yopilgan, arxiv boshqa joyga ko'chgan, ish haqi ma'lumotlari saqlanmagan bo'lsa. Ikkinchi guruh 1990-yillar va 2000-yillar boshida xususiy firmalarda ishlaganlar. O'sha davrda ko'p joylarda odamlar rasmiylashtirilmagan, ish haqi konvertda berilgan. Mehnat daftarchasiga yozuv kiritilgan bo'lsa ham, badallar to'lanmagan bo'lishi mumkin. Pensiya hisobida esa aynan rasmiy iz juda muhim. Uchinchi guruh, mehnat daftarchasida xato yozuv borlar. Masalan, ism bir joyda Gulnora, boshqa joyda Gulnora deb yozilgan, familiya nikohdan keyin o'zgargan, tug'ilgan sana noto'g'ri ko'rsatilgan, korxona nomi to'liq yozilmagan, muhr o'qilmaydi, buyruq raqami yo'q. Oddiy ko'ringan bunday xatolar pensiya tayinlash vaqtida katta muammoga aylanadi. 4-guruh chet elda ishlaganlar. Agar fuqaro bir necha yil Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatda ishlagan bo'lsa, bu davr O'zbekistondagi pensiya hisobiga avtomatik qo'shiladi deb o'ylamaslik kerak.
xalqaro shartnomalar, rasmiy ish, to'langan badallar, tasdiqlovchi hujjatlar masalasi bor. Norasmiy ishlangan 10 yil afsuski pensiya hisobida 10 yil staj sifatida ko'rinmasligi mumkin. 5-guruh o'zini o'zi band qilganlar, yakka tartibdagi tadbirkorlar, dehqon xo'jaligi a'zolari. Bu yerda ham muhim savol bor. Siz rasmiy ro'yxatdan o'tganmisiz? Belgilangan to'lovlarni vaqtida qilganmisiz? Faoliyatingiz elektron tizimda aks etganmi? Faqat men savdo qilganman, men tikuvchilik qilganman, men fermerda ishlaganman degan gap yetmaydi. Agar siz davlat tashkilotida yoki yirik rasmiy korxonada uzluksiz ishlagan bo'lsangiz, oyligingiz bank orqali tushgan bo'lsa, mehnat shartnomangiz, buyruqlaringiz, elektron ma'lumotlaringiz joyida bo'lsa, xavotir kamroq. Masalan, 25 yil maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan ayolning ishga qabul qilingan va bo'shatilgan buyruqlari, maosh qaydnomalari, ta'til buyruqlari elektron bazadagi izlari bo'lsa, pensiya tayinlash osonroq kechadi. Lekin men baribir umuman xavotir olmang demayman. Chunki hatto davlat tashkilotlarida ham arxiv hujjatlari yo'qolgan, eski yillardagi maosh ma'lumotlari topilmagan, familiya o'zgargan. Mehnat daftarchasidagi muhr o'qilmaydigan holatlar bo'ladi. Shu sababli eng to'g'ri yo'l pensiya yoshiga yetishni kutmasdan hozirdan tekshirish. Birinchi misol, Aqmal aka edi u yoshda. U 1990-yildan 2000-yilgacha zavodda ishlagan. 2000-yildan 2010-yilgacha xususiy firmada haydovchi bo'lgan. 2011-yildan hozirgacha rasmiy tashkilotda qorovul. Mehnat daftarchasiga qarasak, umumiy 30 yilga yaqin ish davri chiqadi. Lekin tekshiruvda ma'lum bo'ldiki, 2000-2010 yillardagi firma hozir yo'q, arxiv topshirilmagan, ish haqi ma'lumoti topilmayapti. Agar bu 9 yil tasdiqlanmasa, Aqmal akaning staji kamaydi, pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. U nima qilishi kerak? Oldingi hamkasblar orqali hujjat izlash, arxivga so'rov berish, soliq bazasida badallar bo'lgan-bo'lmaganini tekshirtirish, kerak bo'lsa sud orqali yuridik faktni aniqlash masalasini ko'rib chiqish. Ikkinchi misol. Dilbar opa 54 yoshda. U 20 yil tikuvchilik qilgan, lekin 12 yil uyda buyurtma asosida ishlagan. Pul topgan, oilani boqqan, lekin rasmiy ro'yxatdan o'tmagan. Endi pensiya yaqinlashganda men axir ishlaganman-ku deydi. Insoniy tomondan bu to'g'ri, lekin pensiya tizimi hujjatga qaraydi. Agar 12 yil rasmiy ko'rinmasa, bu stajga kirmasligi mumkin. Demak, hozir o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish, to'lovlarni tartibga solish. Kelgusi yillarni yo'qotmaslik kerak. Uchinchi misol. Rustam aka 47 yoshda, qurilishda ustachilik qiladi. Oyiga 6-8 million so'm topadi, lekin rasmiy daromadi yo'q. U pensiyaga hali ancha bor deb o'ylaydi. Mana shu eng xavfli xato. Chunki 10 yil tez o'tadi. Agar hozirdan rasmiy faoliyat yuritmasa, keyin yuqori daromad topgan yillari pensiya hisobida ko'rinmaydi. Natijada pensiya miqdori kutilgandan ancha past bo'lishi mumkin. 4-misol. Muhabbat opa 26 yoshda va allaqachon pensiyaga chiqqan. U pensiya tayinlanganda ayrim yillari hisobga olinmaganini keyin bilib qoldi. Endi kech bo'ldimi deb so'raydi. Yo'q, hamma holatda ham kech emas. Agar yangi hujjat topilsa, oldin hisobga olinmagan staj yoki ish haqi tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Lekin buning uchun ariza berish, hujjatni taqdim etish va rasmiy tartibdan o'tish kerak. Pensiya masalasida eng ko'p chalkashadigan joylardan biri bola parvarishi davri. Ko'pchilik ayollar, men 3 ta farzand ko'rganman, demak hammasi stajga kiradi deb o'ylaydi. Amaldagi tartiblarda bola parvarishi bilan bog'liq davrlar, ma'lum chegaralar va shartlar asosida hisobga olinadi. Bu yerda bolaning tug'ilganlik guvohnomasi, onaning ish davri, ta'til buyruqlari, tashkilot hujjatlari muhim. Har bir holat alohida tekshiriladi. Yana bir nozik masala harbiy xizmat. Erkaklar orasida armiya stajga kiradimi degan savol ko'p. Odatda harbiy xizmatni tasdiqlovchi hujjat bo'lsa, bu davr tegishli tartibda hisobga olinadi. Lekin harbiy bilet yo'qolgan bo'lsa, mudofaa ishlari bo'limidan ma'lumotnoma olish kerak bo'ladi. Bu ham vaqt oladi. Imtiyozli pensiyalar masalasida ham ehtiyot bo'lish kerak ayrim kasblar. Og'ir yoki zararli sharoitlarda ishlaganlar erta pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Lekin bu huquq faqat kasb nomi bilan emas, ish sharoiti, lavozim ro'yxati, attestatsiya, ish joyining tasdiqlovchi hujjatlari bilan belgilanadi. Masalan, odam men zavodda ishlaganman deyishi yetmaydi. Qaysi sexda, qaysi vazifada, zararli sharoitda necha yil ishlagan, bu hujjatda bormi, shular muhim. Yana bir tuzoq. Maosh yuqori bo'lgan, lekin rasmiy ko'rsatilmagan yillar.
Pensiya miqdorini hisoblashda rasmiy ish haqi ma'lumotlari muhim ahamiyatga ega. Agar siz 1 million olgan bo'lsangiz, lekin hujjatda 1 million ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya hisobida keks million emas, rasmiy ko'rsatilgan summa aks etadi. Shuning uchun qo'lga ko'proq olaman, rasmiy kam bo'lsa ham mayli degan qaror bugun foydali ko'rinsa ham, ertaga pensiyada zarar bo'lib qaytadi. Hujjatlardagi familiya o'zgarishi ham katta masala. Ayollar nikohdan keyin familiyasini o'zgartirgan bo'lsa, nikoh guvohnomasi, ajrim bo'lgan bo'lsa, ajrim hujjati. Familiya qayta o'zgargan bo'lsa, tegishli fadya yo ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Chunki mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya bo'lsa, tizim buni bitta odam ekanini hujjat bilan ko'rishi kerak. Yana shuni biling, korxona tugatilgan bo'lsa, hujjatlar yo'q bo'lib ketdi degani emas. Ko'p hollarda hujjatlar davlat arxiviga topshiriladi. Lekin qaysi arxivga topshirilganini aniqlash kerak. Ba'zan tuman arxivi, ba'zan viloyat arxivi, ba'zan tashkilotning vorisi bo'lgan korxona hujjat saqlaydi. Shuning uchun firma yopilgan, endi iloji yo'q deb taslim bo'lmang. Men har bir tomoshabinga aniq reja beraman. Birinchi qadam. Barcha hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, JSHR ma'lumoti, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, ishga qabul qilish va bo'shatish buyruqlaridan ko'chirmalar, tadbirkorlik yoki o'zini o'zi band qilish bo'yicha hujjatlar. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchasini sahifama-sahifa tekshiring. Har bir ish joyida ishga qabul qilingan sana, buyruq raqami, lavozim, bo'shatilgan sana, muhr va imzo bormi qarang. Agar biror joyda sana tushib qolgan bo'lsa, muhr yo'q bo'lsa, korxona nomi noto'g'ri yozilgan bo'lsa, shu tashkilot yoki arxiv orqali tuzatish masalasini boshlang. Uchinchi qadam, elektron ma'lumotlarni tekshiring. Buning uchun davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish, may boytakut.uz orqali ayrim xizmatlardan foydalanish, pensiya jamg'armasi bo'limidan maslahat olish mumkin. Siz mening stajim bo'yicha elektron bazada qanday ma'lumot bor, qaysi davrlar ko'rinmoqda, qaysi davrlar tasdiq talab qiladi deb so'rashingiz kerak. Bu savolni hozir berish kerak. Pensiya yoshiga yetgan kun emas. 4-qadam. Eski ish joylaringiz bo'yicha ro'yxat tuzing. Masalan, 1992 yillar maktab, 1992-1995 yillar tuman savdo tashkiloti, 1995-2004 yillar xususiy firma, 2005-2025 yillar shifoxona. Har birining manzilini hozir faoliyat yurityaptimi yo'qmi? Rahbariyat yoki arxiv qayerdaligini aniqlang. Farzandlaringizdan yordam so'rang, internetdan izlang, tuman hokimligi yoki arxivdan ma'lumot oling. 5-qadam. Ish haqi ma'lumotnomalarini oldindan oling. Ko'pchilik stajni topadi, lekin maosh ma'lumotini topolmaydi. Pensiya miqdoriga ish haqi ta'sir qilgani uchun, ayniqsa yaxshi maosh olgan yillaringiz bo'lsa, ularni tasdiqlovchi hujjatlarni saqlang. Agar ma'lumotnoma berishsa, unda tashkilot nomi, davr, oylik summalar, rahbar va buxgalter imzosi, muhr berilgan sana to'g'ri bo'lishi kerak. 6-qadam, norasmiy ishni rasmiylashtiring. Agar siz hali pensiyaga chiqmagan bo'lsangiz va hozir ham ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchidan mehnat shartnomasi talab qiling. Oylik bank orqali tushsin, soliq va ijtimoiy to'lovlar qonuniy aks etsin. Agar mustaqil ishlasangiz, o'zini o'zi band qilish yoki yakka tartibdagi tadbirkorlik imkoniyatlarini o'rganing. Bugungi rasmiy 3 yil ham ertaga sizga foyda beradi. 7-qadam, pensiya tayinlangandan keyin ham tekshirishni to'xtatmang. Sizga pensiya chiqdi, lekin miqdori kutganingizdan kam bo'lsa, darhol sababini so'rang. Qaysi yillar hisobga olingan, qaysi yillar olinmagan, qaysi ish haqi asos qilib olingan, bularni yozma ravishda tushuntirishni so'rash mumkin. Agar xato bo'lsa, ariza bilan qayta hisoblashni talab qiling. Agar pensiya bo'limiga murojaat qilsangiz, arizangiz aniq bo'lsin. Iltimos pensiyamni ko'rib bering deyish o'rniga. Falon yildan falon yilgacha bo'lgan ish stajimni hisobga olib, ish masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozing. Agar ish haqi ma'lumotnomasi topshirayotgan bo'lsangiz, ushbu ma'lumotnoma asosida pensiya miqdorini qayta hisoblashni so'rayman deb ko'rsating. Arizaning nusxasini o'zingizda qoldiring, qabul qilingan sanasi va ro'yxat raqamini oling. Arxivga murojaat qilganda ham aniq yozing. To'liq ism, familiyangiz, tug'ilgan sana, ishlagan tashkilotingiz nomi, taxminiy ishlagan yillar, lavozimingiz, kerakli hujjat turi. Masalan, 1999 yil sentyabrdan 1996 yil iyungacha falon maktabda laborant lavozimida ishlaganimni tasdiqlovchi ishga qabul qilish va bo'shatish buyruqlari hamda
ish haqi ma'lumotlarini berishingizni so'rayman. Shunda arxiv xodimi nima izlashni aniq biladi. Agar hujjat topilmasa, darhol umidsizlanmang. Ba'zi holatlarda guvohlar ko'rsatmasi sud orqali yuridik faktni belgilash, boshqa bilosda hujjatlar yordam berishi mumkin. Masalan, kasaba uyushmasi bileti, eski maosh vedomosti, xizmat guvohnomasi, buyruqdan ko'chirma, mukofotlash haqidagi hujjat, tibbiy daftar, hatto ayrim hollarda tashkilot yozishmalari ham dalil sifatida ko'rilishi mumkin. Lekin bularning barchasi individual tartibda baholanadi. 2026 yilda pensiya yoshi birdan oshib ketadimi degan savol juda ko'p. Men bunday masalada faqat rasmiy qonun va qarorlarga tayanish kerakligini aytaman. Ijtimoiy tarmoqlardagi ertadan hamma 65 yoshda chiqadi degan gaplarga ishonmang. Agar pensiya yoshi staj talabi yoki hisoblash formasi o'zgarsa, bu rasmiy hujjat bilan e'lon qilinadi. Lekin o'zgarish bo'ladimi, yo'qmi? Hujjatlaringiz tayyor bo'lsa, siz baribir yutasiz. Pensiyam kamayib qoladimi degan savol ham bor. Amalda tayinlangan pensiyalar bo'yicha indeksatsiya, qayta hisoblash, qo'shimcha hujjatlar masalasi alohida tartibda bo'ladi. Lekin agar sizning pensiyangiz noto'g'ri ma'lumot asosida tayinlangan bo'lsa yoki yangi hujjat chiqsa, qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun pensiya varaqalaringizni, qaror nusxalarini, bank tushumlarini saqlang. Mehnat daftarcham yo'qolgan nima qilaman? Mehnat daftarcham yo'qolgan nima qilmang? Eski ish joylaringizdan, arxivdan, soliq organlari ma'lumotlaridan, sud tartibidan foydalanish mumkin. Lekin bu jarayon vaqt oladi. Shuning uchun aynan bugun nuq oldiring, skaner qiling, telefoningizda va farzandingizda saqlang. Hurmatli tomoshabinlar, 2026 yil pensiya islohoti atrofidagi eng asosiy xabar shuki, pensiya masalasida beparvolik davri tugayapti. Hujjat, elektron iz, rasmiy staj, rasmiy daromad va arif tasdig'i tobora muhim bo'lib boryapti. Kim hozirdan tayyorlansa, ertaga pensiya bo'limi eshigida asabiylashib yurmaydi. Kim keyin ko'ramiz desa. Aynan keyin eng qiyin paytda hujjat izlab bo'lishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq mehnat daftarchangizni oching, yillaringizni sanang, shubhali joylarni belgilab chiqing. Davlat xizmatlari markazi yoki pensiya jamg'armasi bo'limidan maslahat oling, arxivga so'rov yuboring, norasmiy ishni rasmiylashtiring. Bu ishlar zerikarli ko'rinadi. Lekin ertangi pensiyangiz miqdori va xotirjamligingiz aynan shu qadamlar bilan bog'liq. Sizningcha pensiya tizimidagi o'zgarishlar oddiy xalq uchun yengillik olib keladimi yoki aksincha hujjati to'liq bo'lmagan odamlarni qiynaydimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring, chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.